Hop, assalomu alaykum qadrdonlar. Men kech bo'lishiga qaramasdan Farg'onadagi boshlagan ishimizni xudo xolasa yakunlab oldik. Bu yerga 22 metr joyga kovka ustida perelalarni qilib joylab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa o'ta ideal sifatli holatda, moshina holatda joylaganmiz. Hammasini xudo xolasa bir xillik holatda qilib joylab berganmiz. Hop, mana tomonlardan ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa kraskalarni o'ta ideal sifatli holatda bezalarni ham atlas qilib joyladik. Bundan tashqari mana mo'shtiligi ham xudo xolasa bir qasddan urib bu narsani nima qilmasangiz o'rnidan xudo xolasa qimirlamaydi. Stokalarimiz 8 ga 8, o'rtasidagi yangilik kofka gullarimiz mana qolgan kofka gullarini ham joylashishidan ham ko'ring qadrdonlar, xudo xolasa o'ta ideal sifatli holatda bir-biriga qo'shgan holatda joylaganmiz. Mana bu tomonlardan ko'rishingiz mumkin qadrdonlar. Mana stokalarni ham yana bir bor aytib o'taman, stokalarimiz 8 ga 8. Bundan tashqari bu yerga foydalangan materiallarimiz ham 3 ga 2, 3 ga 2, 5 ga 3 dan foydalanganmiz. Stokalarimiz 6 ga 6 dan foydalanamiz. O'rtadagi gullarimizni ham 12 lik kofka holatda qilib chiqarganmiz. Xudo xolasa o'ta ideal sifatli holatda. Mana bu tomonlarni ham ko'rishingiz mumkin qadrdonlar. Hop, bu tomondan hozir oxirida ishlarni yakunlab oldik. Bu yerga chiroyli o'ta ideal sifatli holatda mirabillarni qilib qo'ygan ekanlar. Biz ham xudo xolasa ishlarga shikast yetmasligini ta'minlash uchun mana bir qator nimalarni qo'yib joylab olganmiz qadrdonlar. Hop, mana bu tomonda ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa bu tomoni ham o'ta ideal sifatli holatda joylashdi qadrdonlar. Ozgina videomiz kechga surilib bo'ldi. Kamchiliklarimiz bo'lsa xafa bo'lmaysizlar. Xudo xolasa biz bilan bog'lansani qolgan ma'lumotlarni hammasini yetkazib beramiz. Kimgadir shunaqangi perila, naves, darvoza xizmati bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilinglar. Ishlarni xudo xolasa o'ta ideal sifatli qilib, birga bir qilib o'zingizga yoqqan holatda joylab beramiz. Eng asosiysi xudo xolasa xizmatlarimizni kafolati bor. Alloh uy egalariga ham xayrli, barakotli to'ylarga, yaxshi kunlarga xizmat qilsin qadrdonlar. Ularga xizmatlar bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilinglar. Ishlarni bitiramiz qadrdonlar.